Yukarıdayken çok kiri yaptı. Çok kiri yaptı. Nergis, banan oldingmi? Hop, maymunliging qolmadi. Yirmi fevral. Ağzını çıkar. Assalomualaikum yigitga. Nergis, banan oldingmi? Hop, maymunliging qolmadi. Shaboz, tanishingmi? Ha, Ergash aka, tanishim. Chiroyli qiz ekan. Nomerini bersangiz, semichga tekin. Sevinchga faqat to'dini aytaman. To'plam ishlik. Yo'q, qolganichi? Qolganini har bitta raqamga bittadan narsa olaman. Ha, bo'pti. Ol. Hey, darvoyitlar. Shaboz Moskvada quyosh qaydan chiqdi? Shunchalarga pulni qaydan oldi? Ya, qo'yaver, Nargis olib beryapti, undash. Nega? Ha, endi bagajimni surishtirma. Burjon bilan yo'q qildim. Yana o'zimdan olmayman. Ergachaga. Alo. Nargiza? Assalomualaikum. Alaykum assalom. Gaplashmasak bo'ladimi? Ko'rishmasak ham bo'ladi. Nima qilishim kerak men uchun? O'chirib kalbola boru. Ha, Shabozmi? Ha, shuni hamma qarzlarni o'chirib tashlang. Ha, siz uchun hamma narsaga tayyorman. Keyin bola kirganda har doim deginga narsani bering. Ya, bo'pti. Nargiz. Bo'pti aka. Endi hamma narsa tenga beraman. Endi o'zimizda ish qilak, ishlatyapti. Sen singlinga qatib tur. Nimaga? Kalonxonada yuribdi-ku. Kalim, senga kim aytdi? Singlim. Seni singling nima qilyapti endi? Shuni so'ramoqdan. Yana gaplashib qo'ying. Lekin aganda bir bo'y energetik yapibsan-da. Energetik emas bu, tabiiy rayat ular. O'zimizda anjomdan chiqqan. Anoqligi, noqligi bor. Rangi ham chiqmaydi. Hamma blogerlar reklama qilyaptimi shu? Ha, blogerlar deganga reklamada soqqani bosyapti. Biz ham qilishimiz kerak. Bobur Mansurovning reklamasi 6 ming ekan. Mittiniki 7 ming ekan. Mobil o'rnog'i $100 ekan. Reklama qanchaga mobillar? Reklamasiga qiziqmadi. Sevinchga po'choqlaydi, bu yoqqa tashlama, o'ning qatoridan tozalaydi. O'zing tashlayapsan? Bu yoqda yo'qsa tozalaydi, ertalab ko'ruvdim. Ha, endi bashat qilib beryapman deb o'zingni ketib qolmaydi. Unaqa yema, chopma, suv ichma. Shu qilganing ham qanaqa sirlaringiz bor bo'lsa yigitingga. Ergacha kelgan. Yigiting bilan Islom, futboldagi qiyofadagi kim? Man Ronaldo bilan anaqa Ferran Torresga o'xshaysan. Sen Marko Royssan. Bo'lsan nima desang shu. Mani Rafinyaga o'xshatgan. Yoshligimdan o'zingga o'xshatsan. O'zingizga Ha? o'xshamishsiz. Kimga o'xshatdingiz? Ahad Xudoyorovga. Men Brahim Diazga o'xshayman. Yo'q. Sen Rayan Garsiyaga o'xshaysan. Ryan Garsiyaga? Ustoz Erik Lamellaga o'xshatim kerak. Erik Lamela? Ha. Yo'q, adashasan, sen avatarsan. Islom, O'lgani zo'ri yo'q. Qizim, becharan yo'qol. faqat barbeki burger yeyman. Beşiktaş'ta burgeri ham bor. Barbeki burgerdan ham zo'r. Hakikaten dur dedi ekan. E'tirof etmagan ekan. Assalomu alaykum akalar. Ehson qilaydi. Onam kattangi. Voy Hasan qizim, shakar qizim. O'raychasan, qanaqa katta? Dadam qayda? Dadam tashlab ketgan. Ukamga pampers bilan qarshi olishim kerak. Iltimos, akajon. Sani uying qayerda o'zi? Qo'yloqda, Voy qo'yliqdan nimada kelasan? taksida. Voy hali sen taksida yurasanmi? Sizdan ichingizga bo'lyaptimi? Ha, onang menga rosa gapga usta qiz ekan-da, sen o'zi? Men sizlarni tanidim. Kim ekanman? Blogerlar katta bo'ldi. Iya, sen tilanchi emas, artist bo'lishing kerak-a, jonika. Biz videolarni qayerda ko'rasan sen? Voy ochkalar, sizlar men kimni deb o'ylayapsizlarmi yoki qismoni deb o'ylayapsizlarmi? Telefonda ko'raman. Iya, hali san telefoniga ham bormi? Voy, aka, nima deb? Men iPhone'im bor, mana. Voy, tilanchi
aylanadi. iPhone men do'g'ri bitta iPhone olib qo'shna. Telefon bu yoqqa ber. Pul bersalaring, bersaring. Men bo'lmasa boqdim, omalaring. Bitta bo'lmasa men $2 topardim. Mashinam. Bittisini oldimi? İyi, senga yana qancha berish kerak-ku? Nambe 5.000, nambe 10.000. Men pulga o'zlaring jalolari, sen kendi bor. Pishaningga chotib turib, yana blogerman, men beraman. Kim o'lay? Asamga o'zim chachimga tatakkanida. Baqachi. Assalomu alaykum amaki. Vaalaykum assalom. Amakajon, 2 ta non bilan 5 ta tuxum berib yuboring. Adam pulini berib yuboradilar. Polvo, adayni qarzi ko'payib ketgan. Borib yetgan, eski qarzlarni yopsin. Ya Ramazon açıp geldik eşeğe. Keyin men narsa beraman, xo'pmi? Hop. Ada, Oğlum, endi magazinchi zarar bermas ekan. Qarzlarini to'lab qo'ysin dedi. mayli bora qol tana. Abla dadajon, Bir iltimos bilan telefon qilyotgandim. Agar iloji bo'lsa menga ozgina pul berib tur. Oyligim kech qolyotdi. Bu yoqda ro'zg'orim ham tortilib qolgandi. O'rtoq, agar mayli bo'lmadi. Rahmat. Allohim o'zing yordam. Tiqilmay tur bolam, narsalarni qo'yib oling. Bolam, nima qilyapsan? narsa bo'lmadi. Tinchlikmi? Men shu paketga yaxshi narsalarni solib, o'rtog'imga olib chiqmoqchiman. Agar ruxsat bersangiz. Ada, Xo'sh. sizga bitta savolim bor edi. Oo, korkup gitti. Bolam. O'rtog'im bor-ku, qo'shnimiz Said. Xo'sh. O'sha shunaqa tutayotgan ekan ro'zani. O'shanga yaxshi narsalardan solib, bunga ham olib chiqmoqchiman. Tushundimi bolam? Hozir Tepada. Ye. Assalomu alaykum qo'shni. Vaalaykum assalom. Bu yuzni bizga ham bo'ladimi? Bor, topiladi. Bir iftorga qilamiz, birgalikda. Assalomu alaykum amaki. Vaalaykum assalom. Amakajon, 2 ta non bilan 5 ta tuxum berib yuboring. Adam pulini berib Ana ona bo'lajak kelamiz. Bo'ldi o'sha turgan ho'kizmi? Nevaralaringiz onasi haqida unaqa gap gapirmang. Voy halitdanmi? Qamir borib qilib kelingchi. Balki bor go'sht bormi? Go'shtni bering. Keling, qanaqa go'sht kerak? Sho'rvaganmi? Oshgami? Bolangiz uylanmagan qo'shqorni go'sht bor. O'g'lingiz bormi? O'g'lingiz bormi? O'g'lingiz bormi? Bor. Shu go'shtdan qilib beraman, ertadan uylanaman deb chiqadi. To'g'ri. Qaraysiz. Xola, siz nariroqqa turing. Keling, qurbanim. Qanaqa go'sht qilib beray? Yo'q, go'sht kerak emas. Ha, esingizda bo'lsa aytdim. Onadan olib kelaman, siz bilan tanishtiraman dedim. Qo'yingizga. Mana onam. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Qani uylanmagan qo'chqorni go'shti qanday qolingchi? Voy, qanaqa Rahmat, bu palov buni yegandan keyin o'zim kelaman. Buning bo'lmaydi. Voy, nima bo'lmasa ekan? Va kelinlik nima ish qiladi? Qassob deymanmi? Voy, zo'ru, zato birovga tekinga go'sht yeymiz. Qarang, Boshqa ishi yo'qmi? bor. Nima ish? Sivach. Bo'lmaydi, sifatga kerak. Kechasi ko'zi yoshlanib
chiqadi. दिलगा के रखना डोली सजा के रखना Chiqar aka, kecha go'sht qilqani. Nima? Ertaga yo'q. Men buni chiqarib nima bilan boqaman? Ana ona jo'raga kelamiz. Qo'y go'shti, mol go'shti, fil go'shti, qanaqa go'sht bo'lsa hammasi bor. Bolta ushlab turgan ho'kizmi? Nevaralaringiz onasi haqida unaqa gap gapir. Nima keldi aeroportga o'zi? Ana Salan Turkiyadan kelib kutib oladi, xafa bo'lmasin. Ömrüm! Arkadaşlarım! Ben sizleri çok seviyorum. Salan yaxshi keldingmi? Kim? Salan, Ben Selim. o'zbekcha gapir. Bugünden başlar ben ismim Selim. Yürüyle bolla hatta başlarlar. Qalin mashina yangi oldi. Çok güzel, çok güzel. Arayın hayırlı olsun arkadaşlar. Ya unaqa Malibu'ni arava deb tashlama. Bizde Hukuma. Nima keldi aeroportga o'zi? Ana Salan Turkiyadan kelib kutib oladi, xafa bo'lmasin. Ömrüm! Arkadaşlarım! Ben sizleri çok seviyorum. Salan yaxshi keldingmi? Kim? Salan, Ben Selim. o'zbekcha gapir. Bugünden başlar ben ismim Selim. Yürüyle bolla hatta başlarlar. Qalin mashina yangi oldi. Çok güzel, çok güzel. Arayın hayırlı olsun arkadaşlar. Ya unaqa Malibu'ni arava deb tashlama. Bizde Hukuma. Hükümet bizde maşinanı araba dediler. Onun arabası var. Güzel. Ha, doğru, doğru. Birlikte araba dediler. Dedim ki Mehmet'im. Böyle kalemler nerede ne zaman o kitaptan ben